kambag'allik tushunchasi bu keng ma'nodagi nisbiy tushuncha bo'lib, hamma olgan nazariy, amaliy bilimlaridan, hayot so'qmoqlaridan kelib chiqib, kambag'allik tushunchasiga hammani o'z qarashi, o'z g'arichi bor degandek, hamma har xil talqin qiladi. Hayotiy o'gitlardan kelib chiqib, jumladan meni ham kambag'allik tushunchasiga o'zimning qarashlarim bor. Kambag'allik bu qora qozon ko'z oldimga keladi-da, qora qozon qaynashi. U qanday qaynaydi? Nimalar bilan qaynaydi? Ana shu qora qozon qaynashini atrofdagi berilgan baho deb tushunaman. Kambag'allik qayerdan keldi? Kambag'allik qanday paydo bo'ldi? Yoki qanday qilib vujudga keldi degan savollar ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Turli sabablari bor. Obyektiv, subyektiv sabablari bor. Qayerda har kun miyasiga kambag'al, boy kambag'al deb hadeb miyasiga bolta bilan uraversak, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Kambag'al deb ijtimoiy kamsitish kelajak avlodga ham ta'sir etadi-da. Fikran qoloq, ma'nan zaif, ruhan siniq jamiyat shakllana boradi. Mana olaylik, mana dasturlar bo'yicha kambag'al deb tan olingan oilaga boraylikda, biz yaxshilik qilamiz, moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlaymiz deymiz-u, lekin ertangi kunni biz unutib qo'yishimiz ham mumkin. Ota-ona singani bu bolani kelajakda ertaga ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun yordam ko'rsatishda ham ehtiyotkorona, qo'llab-quvvatlashda ham har tomonni kengroq olib qadam bosishimiz maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Kambag'allikni qisqartirish uchun o'z davrida juda katta harakatlar qilingan, jumladan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2 ta hujjat imzoladilar, farmon va qaror. Bu yerda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi qabul qilindi. Milliardlab mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgan. Eng birinchisi tafakkur, ong, ma'naviy, moddiy bilim salohiyatini oshirishga katta e'tibor berilyapti. Toki avvalo odamning ichki dunyosi boy bo'lmas ekan, uni moddiy qashshoqlikdan, kambag'allikdan chiqarish juda qiyin. Moddiy kambag'allikdan ma'naviy qashshoqlik bu o'ta og'ir. Qalbida ishonchsizlik bo'lgan odamni biz yetaklab kambag'allikdan olib chiqishimiz, tadbirkorlikka, bir boshqa bir kasbkorga o'rgatishga inontirishimiz juda qiyin bo'ladi. Ichki dunyosini o'zgartirishimiz kerak. Bu o'z-o'zidan o'zgarib qolmaydi. Biz mas'ul davlat xizmatchilariga ko'p narsa bog'liq. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, mana 10 yillik o'tib ketgan qarorlari, tuman, shahar, viloyat hokimini tegishli hujjatlari, qaror farmoyishlari noto'g'ri qilingan ekan. Hurmatli tadbirkor, bu joyda qilgan qurilmalaringiz, sarf xarajatlaringiz noto'g'ri qaror yoki farmoyish bilan qilingan. Siz bularni hammasini olib chiqib ketib, yerni davlat zaxirasiga topshiring deyilyapti. Endi qarang, tadbirkorda qanchalik vakolat bor tuman yoki shahar hokimini me'yoriy hujjatini muhokama qilishga. U faqat ijro etadi. To'g'rimi, noto'g'rimi qilgan hokim qolib, moddiy, ma'naviy bu zararni ko'ryapti. Uni ko'rgan odam 10-11 yildan keyin shunday ko'tarilayotgan masalalarni ko'rgandan keyin odamlar tadbirkorlik qiladi. Ishonchsizlik qayerdan paydo bo'ladi? Ishonchsizlik bu bozordan sotib olinmaydi. Yordam qilamiz deymiz-u, bilib bilmasdan xato qilib qo'yishimiz mumkin. Bu xatolik ortidan jamiyatda ishonchsizlik kelishi mumkin. Oxirgi yillarda juda katta sarmoyalar tikildi. Qaytarib berilmas sharti bilan subsidiya mablag'lar ajratilyapti. Tikuv mashinalari deysizmi, motokultivatorlar deysizmi, har xil shu xo'jalik, ayniqsa qishloq xo'jaligida ishlatadigan zarur asbob-uskunalar, jihozlar bilan ta'minlayapmiz. Ming afsuski, hamma joyda bu kutilgan natija beryapti deb ayta olmaymiz. Yana bir joyda motokultivator berilgan, oila boshchisi 3 farzandi bor, ishlaydi. Motokultivatorda ko'ngildagidek qilib ishlatmaydi. Ishlaganini ham endi kechirasiz-ku, insoniy ruhiyatidagi kamchilik deymizmi, ichkilikka berilgan. Ishlaydi, ichadi. Uyga uni nafi yo'q. Topganini o'sha ko'cha-ko'yda qanday topgan bo'lsa, shunday ichib
uyga 1 so'm naf keltirmayotganlar ham bor. Olib qo'yaylik desangiz, oila muhtoj. Oila naf ko'ryaptimi desangiz, bu o'zi o'sha atrofdagi hamtovoqlari bilan qaniydi o'sha hamtovoqlari ham, ukam, aka, siz mana oilangiz qarab turibdi shuni orqasidan. Topganingizga oilaga olib bormaysizmi? O'g'lingiz 30 ga kirdi. Uylana olmayapti. Bolaligidan tarbiya, ijtimoiy muhit siz bilan men kutgan bo'lmasa, uni ishontirish, qayta biz kutgan hayotga qaytarishimiz mushkul. Shunday oilalar bor, bergan o'sha tikuv mashinamiz deymizmi, motokultivator deymizmi, sotib yana ber deb chiqqanlar bor. Ming bor uzr, ko'ryapmiz. Umra safarlariga, o'sha Baytullohga borib kelgan ayrim oilalar ham bor. Menga ber, menga falonchani ber, menga tukunchani ber deb temir daftarlar, ayollar daftari, kelini yoki o'g'li, yoshlar daftarida turgan oilalar ham bor. Endi men bunday fuqarolarimizga bularga qanday til bilan tushuntirishga men ojizman. Shunga aytsa kerakda, o'zidan bo'lish kerak. Ming afsus, jamiyatimizda shundaylar ham bor. Ma'ni ish qiling. Yo'q. Ey opa, maktabga chiqib tozaligini qaraydigan ishni ishlang. Yo'q, men raddomda bo'lsa ishlayman. Maktabda ishlab turing. Yo'q, sovuq suvda qo'lim ursam shamollab qolaman. Mana shunaqa boqmandachilik kayfiyatidan qolmasdan menga ber deb tayyorini yeb, davlat kim bu? Siz, men, sizni farzandingiz, meni farzandim hisobidan-da. Yer usti boyliklarimizdan va ko'rsatgan xizmatlarimizdan shakllangan byudjet hisobidan-da. Hech qachon qo'shni davlatlardan hisobidan emas. Bu o'sha 37 millionlik xalqimiz huquqidan chegirib, kesinib berayotgan pulimiz. Ular oylik sifatida qabul qilib olyapti. Hamma yo'g'i bor. Lekin ko'zi och. Uni ichki dunyosi qashshoq. Bundaylar bitta emasda, 10 ta emasda, yuzlab, minglab bor. Shunday oilalar tug'ilishda yoki hayotda oshirib olingan nogironliklari bor. Harakat qilay desa oyoq, qo'lida nuqsoni bor. Yuray desa ko'zi ojiz. Lekin shular ham mehnat qilayotgan fuqarolarimiz, zamondoshlarimiz minglab. Ularga hurmat bajo keltiramiz xolos. Mana chusta qizimiz, bir oyog'i yo'q. Bugun shu qiz shu oilamda shu o'tirib boqimanda bo'lib qolmayin deb qo'lidan kelishicha dalada akalari bilan, ota-onalari bilan dalada sudralib bo'lsa ham pamildori terib yashikka qo'yyapti. To'rt muchalib, sog' salomat siz bilan meni bir ursa yiqitadigan polvon zamondoshlarimiz bor. Boyagidek boqimanda kayfiyat. Yana shunday fuqarolarimiz bor. O'zini, erini, 4 farzandini ham nogiron qilib olgan. 3 ta uyi bor Jizzaxda, ko'p qavatli uydan. Yo'q, yana menga berasan. Yana menga uy olib berasan. Men nogironman. Farzandlarim ham nogiron. Bilmadim FTK qanday qilgan? Bolalarni ko'rsangiz binoydek el qatori. Hozir kimda kasal yo'q? O'zlari o'tirib ertadan kechga boyagi kibr borda, qalb qoralangan. Faqat yozuv chizuv ustidan uni qilgan ishlari hammasi kibr. Shu uchun aytdim, boqimandachilik bu jamiyatga nisbatan hurmatsizlik. Shuni yozuvi bilan ovora boradi komissiya. Undan ko'ra savobli ishlar, qancha hikmatli bir taraqqiyot uchun qiladigan ishlarimiz qolib, unga Toshkentdan borish kerak. Dangasalik ortidan boqimandachilik kelib chiqadi. Boqimandachilik bu jamiyatga nisbatan behurmatsizlik. Shunday oilalar bor. Mana 7 yil bo'lyapti onasini vafot etganiga. Oradan 2-3 oy o'tgandan keyin otasi boshqa ayol bilan chiqib ketgan. 5 qizni tashlab chiqib ketgan. Kattasi 22larda, 23larda 4 singlisini temir daftarsiz, yoshlar daftarisiz, ayollar daftarisiz el qatori yedirib, ichirib, tarbiya berib qarab turgan oilalarimiz ham bor. Endi aytadigan bo'lsam, telefon bo'lyapti. Aka, iltimos bitta joyda yordam bersangiz. Singlim iqtisodiyot universitetiga, narxozga davlat granti bilan o'qishga kirdi. Nima muammo desam, yotoqxonada muammo bo'lyapti. Yotoqxonada yotish uchun
chin yetim bo'lish kerak ekan. Yoki nogiron bo'lish kerak ekan. Yoki temir daftarda, ayollar daftari, yoshlar daftarida turish kerak ekan. Biz ana shu 5 ta amalga ham to'g'ri kelmayapmiz. Sen ham temir daftarga kirmadingmi desam, or qildim deyapti. Or qildim deyapti. Mana bugun lekin kirmaganimga pushaymon yeyapman. Yotoqxonada sinimga joy bermayapti. Xudoga shukr, singlimizni joylashtirdik. Mana oxirgi yillarda o'zini boshqarish mahallada 7lik joriy qilindi. Albatta o'zgarishlar bor. Hamma joyda deb ayta olmayman. Ayrim joylarda shoshma-shoshorlik, boyaga aytganimizdek, haqiqiy holatni bilmaslik, keng jamoatchilik fikri bilan ish tutmayotgan joylarimiz ham bor. Mohiyatni bilmasdan yoki yuzaki qarash. Mana ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyalarda, matbuotda tanishib qolyapmiz. Faloncha joyda hokim yordamchisi shunaqa xatti-harakatlari bilan ishdan olindi yoki tergov ishlari boshlandi. Bor misollar. Mana Farg'onada Shuhratbek aytayapti. Ko'chada 10 millionlik sigir ta'minotchida 13 million, 15 million atrofida o'tkazilyapti. Uni biz kambag'allik holatidan chiqarmoqchi bo'lgan oilani yana yuklama bilan uni o'tirgizib qo'yapmiz. Aytayapti. Shu pulni menga beringlar plastik kartamda. Men otang bozor, onang bozor, bozordan olib olay. Biz aralashib turib zo'r g'alatdan olib berdik-da shuni. Mana shu ijtimoiy reyestrlar daftarlariga kiritilayotgan o'zimiz mayli kambag'al oila deb hisobga olayotgan oilalarga podushka безопасность, xavfsizlik yostig'ini 3 oymi, 6 oymi qilib qo'yishimiz kerak. Bu qanday? O'sha pulni bugun masalan yozda ishlayapti, dala ishlari, yollanma mehnat bilan tirikchiligini o'tkazib turganga bermasdan qo'liga hisob raqami ochibmi, hech bo'lmaganda 3 oyga yetadigan ro'zg'ori tebratadigan sarmoyasini qo'yib qo'yish. Xudo ko'rsatmasin, oilada kutilmagan bir holat bo'lib qolsa, voy kasal bo'lib qolsa, bo'ldi u. Bolasiga boradimi больницаga, dalaga chiqadimi, choq tikadimi? Keladigan joy yo'q. Yoki xo'jayini bor yoki yo'q. Minglab oilalar bor. Shuning uchun meni bitta yana bir taklifim xavfsizlik yostig'ini. Ya'ni 3 oy, ko'pi bilan 6 oyga o'zini oyoqqa turib olish uchun, shu holatdan chiqib ketish uchun unga hisob raqam ochib, o'sha ko'rsatiladigan yordamni qo'yib qo'yish mexanizmini ham joriy etishimiz kerak deb o'ylayman. Shu uchun birinchi odamni ma'naviyatini boyitishimiz kerak. Ilmini, tafakkurini o'zgartirishimiz kerak. Toki ongi o'zgarmas ekan, uni ma'naviy boy qilmas ekanmiz, uni moddiy boy qila olmaymiz. 5 qo'l barobar emas. Hammani ham amali, ham ilmi bor deb ayta olmaymiz. Amali borlarga ilm berishimiz kerak, ilmi borlarga amal berishimiz kerak. Jamiyatni o'zgartirish juda murakkab ish. Yana aytamiz, takror, haqiqatdan hozir hukumatimiz ta'limga, tarbiyaga katta e'tibor berilyapti. U o'z samarasini beradi. Odamni kimdan tarbiya olishi, qanday ijtimoiy muhitda o'sishi kelajak hayotiga albatta ta'siri bor. Mana sun'iy intellekt chiziqli algebradan asos negizi. O chiziqli algebrani kim qilgan? Bizning ulamolarimiz, Al-Xorazmiy. Biz o'sha bobolarimizni asos solgan chiziqli algebrasidan yaratilgan, asos qilib olingan sun'iy intellekt olaylik. Qayerda bo'lyapti? Qayerda yaratilyapti? Ming afsus. Mana telefonda olaylik. Nima qilamiz? O'shani 1% ni ham ishlata olmay ko'tarib yuribmiz. Yaxshi savol berdingiz. Kambag'allikning kelib chiqishiga korrupsiya ham sababchi deb bilaman. Qayerda korrupsion xatti-harakatlar ko'proq bo'lsa, o'sha joyda kambag'allik armiyasi ham parallel ravishda o'sib boradi deb. Shuning uchun bugun lavozimda o'tirgan vazirlik, idora, hokimmidi, boshqa rahbarlarmi biror bir xatti-harakat qilishdan oldin yoki qaror farmoyishlar qabul qilishdan oldin uni keng jamoatchilik bilan bu qabul qilayotgan hujjat nima beradi? Bundan ko'zlangan maqsad nima bu? U shoshma-shosharlik yoki ko'zbo'yamachilik yoki ochko olish uchun qabul qilinadigan bo'lsa, bu hujjatlar ishlamaydi. Kuzatsangiz, bizning hujjatlarimiz, o'lkamizda qabul qilinayotgan hujjatlarimiz
sof vijdon, chuqur insoniy tuyg'ular bilan sug'orilgan. Lekin masala ana shunday hujjatlarimiz ijrosida. Qanday ijro etilyapti? Ularni kim ijro qiladi? Ularni kim amalga oshiradi? Mana shu joyda ming afsus, hammamizni boyagiday o'sgan oilamiz, olgan bilimimiz, o'sgan ijtimoiy muhitimiz, xulq atvorimiz, bilim salohiyati turlicha. Shuning uchun o'sha sof vijdon, chuqur insoniy tuyg'ular bilan sug'orilgan hujjatlarimizni ijroga qaratish ham har xil bo'lyapti. Korrupsiyani ham tak tubi bilan hammamiz bilamiz, yo'q qilish imkoni yo'q. Uni faqat jilovini ushlashimiz mumkin. Qonun ustuvorligida tartibga olishimiz mumkin. Tak tomiri bilan yo'q qilish, toki inson bor ekan, korrupsiyani yo'q qilib bo'lmaydi. O'sha mana Singapurda ham. Ya'niki ikkita odam uchrashish amali bormi? U yerda korrupsiya bo'lish xavfi bor. Shuning uchun axborot texnologiyalar imkoniyatidan foydalanib dasturiy amallarda kengroq tatbiq etishimiz kerak. Raqamlashtirish deyilyapti. Ana shu islohotlarda kengaytirishimiz kerak. Har bir sohada, yo'nalishda imkon qadar inson bilan uchrashishiga kamaytirishimiz kerak. Shunda qisman korrupsiyani jilovini ushlash mumkin. O'zini rivojlanganman, men buyuk davlatman degan joyda ham korrupsiya alomatlari bor. Chunki u yerda inson bor. Shunday yaralganmiz. Shuning uchun kambag'allikni qisqartirish bilan parallel ravishda korrupsiyani jilovini ushlashimiz kerak. Biz bir tomondan kambag'allikni oldini qisqartirish, kambag'allikdan farovonlik sari deb dasturlarimiz sof vijdon bilan, chuqur insoniy tuyg'u bilan sug'orilgan. Lekin korrupsiyaga barham bermas ekanmiz, bu qilayotgan ishlarimiz samara bermaydi. Bu ikkalasi uzviy bog'liq. Eng birinchisi islohotni o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. Biz o'zimiz ishonch uyg'otadigan xatti-harakatlarimiz bilan, amallarimiz bilan biz o'zimizdan islohotni boshlashimiz kerak. Fursatdan foydalanib, men kabi davlat xizmatchilariga taklifim, bosh qomusimizga sadoqat bilan, jamiyatimiz farovonligi yo'lida sadoqat bilan, mas'uliyat bilan xizmat qilishimiz kerak. Ana shunda bizni xatti-harakatimizni kuzatib turgan keng jamiyatda o'zgarish bo'ladi albatta.